Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, demak, suhbatimiz kelgan joydan davom etadi. Bugungi kunda butun yer yuzida desak ham bo'ladi, joriy bo'lib turgan moliyaviy tizim to'g'risida suhbatlashayotgan edik. Va suhbatimiz demak eramizni, mana shu eramizni 1000-yillariga kelib qoldik. Suhbatimiz 1000-yili bu demak o'rta asrlarni tarix kitoblarida tarixchilar tilida aytganda o'rta asrlar deb nomlanadi. Mana shu yillar 600-yildan 1400-yilgacha ana o'sha o'rta asrlarni ham mana shu diapazonni ham qoq o'rtasida turibmiz 1000-yillarda va boshqa tomondan islomni oltin asri degan 3 asr aslida islomni oltin asri 6 asr bo'lgan o'zi 500 yildan oshiq bo'lgan. 500 yildan, lekin uni hali kuchsizroq, kuchli bo'lib eng qudratga kelgan cho'qqisi mana shu yillarga to'g'ri keladi. 800, 900, 1000, 1100 yillar. Demak, hozir suhbatimiz kelgan tarixiy davr nima bo'lyapti? Bir vaqtning o'zida ham o'rta asrlarni qoq o'rtasi, ham islomni oltin asri deb eng gullab yashnagan davrini ham qoq o'rkachiga kelib turibdi. Mana shu joylarga suhbatimiz yetib keldi. Demak, qanaqa qilib oltin butun dunyoda mashhur bo'lib qoldi, universal ayirboshlash tovari bo'lib qoldi, uni bildik. Demak, oldingi suhbatlardan ma'lum, demak, yo'ldagi qaroqchilar va hokazo sabab o'sha bozorlarda nima bo'ldi oxiri oltinlar, real oltinlar joyidan qo'zg'almay qolib, mana bu shaharda, yana qaysidir katta shaharda, bu yerda asosan nima savdoni musulmonlar qilyapti hozir. Demak, buyuk Ipak yo'li уже mavjud, nafaqat mavjud, gurkiragan payti, shu paytda qarang, traynoy ekan. O'rta asrlarni qoq o'rtasi, o'rkachi. Islomni oltin davrini eng qudratga kelgan o'rkachida turibmiz va buyuk Ipak yo'lini ham eng gullagan paytida turibmiz. Xitoydan boshlab, bu yog'i qaqqacha Ispaniya, bugungi kundagi Ispaniya, Portugaliya, mana shuni Andalusiya deymiz, poytaxti Qurtuba, Kordoba, hozirgi kartada bugungi kunda nomi kartada ham bor. Kartaga Kordoba deb yozsa chiqadi, Kordoba deb. Ispaniyadagi bitta shahar, ana shu umuman Andalusiyani poytaxti bo'lgan. Qarang, qanaqa katta joyda Xitoydan boshlanib, mana bu bugungi kundagi Qirg'iziston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Turkiya mana shunaqasiga kelib turib, Ispaniya, Portugaliyalargacha, salkam Niderlandiya, Fransiyani bir qismi mana shunaqa juda katta asosiy u paytda hali dengizlar, okeanlar u qadar o'zlashtirilmagan, kemasozlik boshlanib ketgan, kemalar yuradi, lekin nima transatlantik, umuman okeanlarni kesib o'tish darajasiga hali kelmagan. Qirg'oqqa yaqin joylarda yuribdi va o'sha sekin-sekin uzoqroq joylarga boryapti. U ham kimni deb? Musulmon olimlarini deb. Musulmon olimlari demak ustunlabni yaratdi. Ustunlabdan odam qayerga ketayotgan koordinatini aniqlay oldi. Va lekin u paytda kemalari biroz chayqalib, kichkina bo'lgan, voda izmisheniyasi kam bo'lgan, umumiy hajmi kichkina, yengil bo'lgani uchun okean to'lqinlarida ko'proq chayqalganda, o'sha chayqalish hisobiga ustunlabdan qarab, graduslardan qarayman deganda qutb yulduziga, polarniy zvezdaga ana bunaqa chayqalaverganidan nima qiynalgan aniqlashga. Ana shuni lekin kamchiligini to'g'rilab, keyinroq nima sekstant yaratildi. Yana ikkinchi koordinatani biladigan sekstant yaratildi, u ham ustunlab asosida. Demak, ustunlabni bilib olgandan keyin o'sha kemasozlik ham rivojlandi. O'sha kemalar nafaqat qirg'oqqa yaqin joylarga,
uzoqroqlarga safar qila boshladi. Lekin shunda ham hali okeanlarni kesib, krugoosvetniy deydi, butun dunyoni aylanib chiqadigan darajaga kelmadi hali. Lekin uje kemalar ancha uzoqlarga yura boshladiki, yo'ldan adashib qolsa topib oladigan usturlabni musulmon olimlari yaratib bergani uchun. Mana bu yillarda tashabbus nima? Musulmon olimlarini musulmon olamida edi. Hamma tashabbus, hamma ilm, madaniyat Yevropa hali uxlab yotgan edi, oq-qora fonda edi. Xuddi mana bu rangli tasvir bo'lsa, oq-qora tasvir qanaqa zerikarli, qanaqa bir adnatonni, mana shunaqa mrachniy oq-qora ahvolda edi bularga nisbatan. Mana butli gullab yashnagan edi va Yevropa asosan nimadan kopiya qilib, nimadan ana qildi? Mana shu Andalusiya Yevropagacha kirib borgan bir qismi mana shu katta Ispaniya, Portugaliya, Niderlandiya tomon, mana bu yerda Fransiyani bir qismi. Mana shunaqa katta bir Andalusiyadan musulmon savdogarlari, musulmon olimlari bu yerda ham bo'lganda, ana shularning kitobini o'qib, ana shulardan ta'sirlanib, nima? Shularga taqlid qilib, Yevropa u paytlar mana teskari edi. Hozir hamma Yevropaga taqlid qilib va jinsi shim kiysa, jinsi shim kiyib oladi, kepkani qiyshaytirib kiysa, men amerikanslarga o'xshayman, men o'shalarga o'xshay deb yoshlar taqlid qiladi, go'yoki o'shalarga o'xshab kiyinish bir obro' deb o'zini his qilganidan, mana bu yillarda teskarisi bo'lgan. Mana bu yillarda Yevropani zodagon oilalarini ayollari ro'molla o'rab yurgan, chunki umuman hamma narsani namunasi eng zo'ri mana bu musulmonlarning qo'lida bo'lgandan keyin arabchada yozish, ayollarni ro'mol o'rab olishi, yuzini mana bunaqa to'st kinolarda ham ko'ramiz, mana Graf Monte Cristo degan Dumani asaridagi kinolarda ham ko'ramiz, ayollarni nima qilgan? Mana bunaqa parda tortib olgan. Ko'zini ochib, pastiga ro'mol o'rab parda tortib olgan. Bo'lmasa ularning dinida bunaqa parda tortish bo'lmagan. Mana bu hammasi taqlid. Andalusiyadagi musulmonlarga taqlid bo'lgan, arabcha yozib olgan. O'sha narsa moda, o'sha payt hozirgidagi xuddi hozir o'zini g'arbliklarga o'xshatish, go'yoki bu madaniyatli odam, go'yoki bu zamonga yetishib yurgan odam, obro' ozgina sanalgandan taqlid qilyapti. Bo'lmasa ne taqlid qiladi? Shunaqa bo'lsa, bu yillarda teskarisi bo'lgan. Mana bu yerdagi nima? Askarlarning boshliqlari o'zini dubulg'alariga arabcha yozuvlar yozish, tangalarida o'zini, bularda ham oltin tanga bo'lgan, oltin hamma yoqda birdan qadrli deyildi-yu, tangalariga arab harflari yozilganda aynan zarb qilish, o'sha shriftni tanlash, hamma mana bularga taqlid qilib, shulardan o'rnak olib, musulmon olimlari yaratgan usturlab bilan sayohatlar qilib, bular yozgan kitoblarni o'qib, madaniyatli bo'ldi, ilmli bo'ldi, ma'rifatli bo'ldi va hokazo. Mana shu yillarda turibmiz. Demak, nima bo'ldi? Mana bu ham bitta texnologiya. Hozir bizga oddiy ko'rinib qolgan. O'sha paytda bu ham texnologiya. Mana bu boshqa albatta Yevropada ham, Italiyada, xususan Niderlandiyada, Portugaliyada, Ispaniyada aralash yashab turibdi-yu. Andalusiya davlatining ichida musulmonlarning orasida yashab turgandan keyin nima qildi? Ko'rib, mana bu buyuk Ipak yo'lida savdo bo'tda ham bo'lgan savdogarlar albatta. Albatta Yevropada ham o'zini savdogarlar bo'lgan, savdogarlar hamma davlatlarda bo'lgan. Kezib Xitoylardan tovar olib yo'l-yo'lakay musulmonlar yo'lga qo'ygan saq, mana bunaqa qog'ozni o'zida bo'tda tillasini topshiradi-da, qaroqchilarning yonidan bemalol og'ir oltinni ko'tarib, yurak hovuchlab, kechasi uyqusini tayini yo'q, o'g'irlab ketsa-ya, uxlaganimda tortib olsa-ya, katta pul bu oltin. Xavotir qilmay nima? Shu yerda o'zida topshiradi, mustahkam joyda-da, qo'liga zapiska oladi, saq deymiz, bugungi kunda chek deydi o'shani. Chekka ham bular mana
shulardan o'rganib olgan. Va borgan joyida o'sha chekni ko'rsatsa, mana bu yerdagi xodimam nima? Birdan mana marhamat 523 ta oltin tanga bergan ekansiz, mana sanab oling. 523 ta oltin tanga yoki 522 ta. Bittasini olib qolamiz, nima? Xizmatimiz uchun, transfer xizmat. Mana bu yerda qo'riqchilar turibdi. Bularning 3 mahal ovqati bor. Kechqurun ham, tunda ham qo'riqlanadi. Ularni ham 3 mahal tuni kun 24/7 rejimida bu yerda ishlar ham bo'ladi, chunki tungi bozorlar ham bo'ladi. Kechqurun ham karvonlar kirib keladi. O'sha paytda optiviy bozor kechasi bo'ladi deb mana ko'p ulgurji deymiz. Optiviy bozorlar kechasi bo'ladi-yu, o'sha paytda ham bo'lgan bu. Har doim odamlarga qog'ozini oltinga ayirib boshlash mana bular bo'lgani uchun tuni kun rejimida o'ziga yarasha xarajatlari bo'lgani uchun o'shanga musulmonlar unaqa talonchilik bilan tajovuz bilan katta pullar emas, juda ham hamma rozi bo'lib, xursand bo'lib beradigan qanaqadir juda arzimagan qiymat, shu ham foyda qilish uchun emas, diqqat qiling. Musulmonlar hech qachon pulli ustida foyda qilmagan. Chunki musulmon dini nima deydi? Sudxo'rlikni qat'iyan taqiqlaydi. Hattoki sudxo'rlikka shu darajada keskin xabarlar kelganki, hadislar kelganki, va uncha-muncha narsa, masalan, boyagi zino qilib yurgan odamni ham, hattoki zino katta gunoh bo'lib, zino qilib yurgan odamni ham u jinoyati holvada, sudxo'rlikka aytilgan gaplarni oldida. Mana qay darajada qat'iy, juda ham dahshatli qaytariqlar kelganki, buni hikmatini hozir bu suhbatlarimiz davomida bilib olasizlar. Nimaga unaqa mana boshqa din, musulmon dinini yaxshi tushunmaydigan yoki bilmasdan yoki bilib turib nafrati bo'lgani uchun yoki bularni yerga urib o'zini tepaga ko'tarmoqchi bo'ladi. Mana ba'zilar o'zi ilm fan bilan, hunar bilan o'zi yuksaladi-da, yaxshi yo'l bilan. Yana yuksalishi bitta yo'li nima? Ikkinchi yo'li o'zini ustida ishlamay, o'zi turgan holda boshqalarni yerga urish. Mana bunda ham yuksaladi. Mana maqsad bir xil bo'yga ega odamlar turuvdi. Men shulardan bo'rtib chiqay. Hammadan ko'ra men biroz teparoqga ko'tarilay. Bo'yimiz bir xil emas. Endi meni bo'yim baland bo'lib, mana bu boshqalardan ko'ra bir pog'ona baland bo'lishni bitta yo'li o'zini ustida ishlash, ilm olish, hunar egallash, professional bo'lish. Mana bu usul bilan ham nima? Ommadan bundoq ko'tarilish mumkin. Yana boshqa yo'li nima? Yomon yo'li o'zini ustida hech narsa qilmay turib, boshqalarni yerga urib, pastga bossangiz ham ko'tarilib qolasiz, mana. Urinni bundoq pastga bossangiz yana bir kalla, bir boshga ko'tarilib qolasiz. Ana shu yo'ldan ketibmi? Xullas nima deydi? Avvalo yaxshi tushunmasdan. Nima deydi? Mana deydi, bu dinda deydi, nima? Toshbo'ron, bilib olgani, birinchi bo'lib yopishadiganı bular toshbo'ron qiladi ayollarni. Bular nima? Zino qilib qo'ysa bilib bilmay, endi yoshlik qilgandir. O'sha paytda yoshlik qilib yoki o'zini jilovlamay qolib, o'sha bilan bir yomon ish qilib qo'ygandir xilvatda. Mana endi gumanizm qani? Shu narsaga endi toshbo'ron qilib tashlash kerakmi deb birinchi fokuslanadigan gaplardan biri shu. Mana buni o'ta mantiqsiz, o'ta kulgililigi shu yerdaki, o'ta kulgililigi, mana bu g'ir tuhmat va bu bilib turib buni ola ko'rsatish, mutlaqo boshqacha talqin qilib qora ko'rsatishga dalil shuki, dalil, musulmon dini deganda birdan shuni olib chiqadi hammani oldiga, birinchi fokusga. Mana buni hammasi soxta va yoki bilmasdan yoki bilib turib qasddan loy chaplayotganiga dalil shuki, tarixda ana o'shalar vahma qilayotgan toshbo'ron qiladi bo'ladigan narsachi deyarli bo'lmagan.
deyarli 3-4 marta bo'lgan bo'lishi mumkin. U ham o'zi kelib, o'zi ikkita odam kelib turib, o'zi bo'yniga olib, mana biz o'zi mahkamaga borib, bilmay qolib, nafsimizni jilololmay qolib, zino qilib qo'ydik. Ana endi bizga nima jazo bo'lsa rozimiz deb o'zi borgan holida bo'lmagan bo'lsa, butun mana shu tarix, bundan keyingi 1000 yil tarix ichida, 1000 yillik tarix ichida o'zi bo'yniga olib e'tirof qilib bormagan bo'lsa agar, bunaqa voqealarchi qo'l bilan emas, bitta qo'l bilan sanoqli. Bitta qo'l bilan qarang, 1000 yil tarix ichida bitta qo'lda nechta bor? 1 2 3 4 5. 5 ta chiqadimi yo'qmi? Atiga 5 ta chiqadimi yo'qmi? Nimaga? Chunki hamma ham yo'q, biz gunoh qilib qo'ydik, yomon ish qilib qo'ydik, yur mahkamaga boramiz-da, belgilangan jazoni olamiz deb o'zi boravermaydi hamma ham. Tarixda bu 100 yillarda ham bitta ham uchramaydi. 100 yillar o'tib ketsa ham. Shuning uchun butun tarix davomida hali 5 taga bormaydi. Nimaga? Mana chunki nima deyilyapti mahkamada? Mahkamada musulmon dinida nima deyilyapti? 4 ta guvoh. Qarang, bitta emas, 4 ta guvoh ochiq oydin ko'rish kerak. Ana yaxshi ko'rmay qoldim. Taxminan ko'rdim. Menimcha shunaqa edi. Sharpasidan o'xshatdim degan gaplar qabul qilinmagan. Shu darajada yavni ko'rish kerakki, o'sha zino aktini. Zino aktini shu darajada yavni ko'rish kerakki, hattoki uyat bo'lsa ham aytiladi. Mana shunaqa bitta narsa mana bunaqa sug'urilib kirib chiqqanni yavni ko'rgandek ko'rish kerak. Yana bitta odam emas, 4 ta odam. 3 ta odam ko'rsa ham nima qilgan? Mahkama qaytarib yuborgan. Nima? Dalil yetarli emas deb. 4 ta sog'lom odam, soppa sog'lom, aqli zaif emas. Chunki aqli zaiflar olimi, chunki unga o'rgatib qo'yib, kimdir kelib yoqqadi, ha. Xolisam senga mana buni beraman, ustingga kiyim olib beraman. Ha, xolayman, faqat kir mamlaqa deb chiqqin, desa aytib mumkin-da, yo'q, aqli zaif emas. Sog'lom, adekvat odammi bittasi emas, ikkitasi emas, uchtasi emas, naq 4 tasi bir narsa kirib sug'urilib chiqqandek yavni ko'rib guvohlik bersa, mahkama kelgan o'sha zinokorlarni jazoga tortgan. Bu nima degani bu? Chista matematika. Hech qachon bo'lmaydi degani. Chunki zinoni hech kim ochiq oydin bunaqa bo'lishi uchun unda zino qilganlarning o'zi sog'lom bo'lish kerak emas-da. Chiqib turib ochiq oydin bozorning o'rtasiga borib, boshladikmi deb ko'ynaklarni yechib, yalang'och bo'lib o'sha yerda zino qilsagina mana bu guvohlar topiladi-da. Zino o'zi xilvatda qilinadimi? Hammadan bekitib qilinadimi zino? Hech kim ochiq oydin, sog'lom odam zinoni ochiq oydin qilmaydimi? Ayniqsa bu yillarda. Bo'ldi, bekitib qilinganda 4 ta u yoqda tursin, bitta odamni ko'rish ehtimoli bor-ku. Mana bunaqa 0.00001%. Atiga bitta odamni ko'rib qolishi. Hattoki bitta odam ko'rib qolmaydi, zino xilvatda qilinadi, bekitib qilinadi. Ko'rganda ham chamalab ko'rdim, ovozidan kelayotgan ovozlardan taxminan bildim zino bo'layotganini. O'sha ham o'tmagan, qarang. Mahkama so'ragan, to'xta, mana shu markerga qopqoq kirib chiqqanda o'z ko'zim bilan mana shuni ko'rdingmi, ovozni gapirma menga desa agar. G'irashiraydi, yo'q, yavni ko'rdingmi deb bitta emas, 4 ta odamdan so'ragan. O'zi chista matematik ko'rinib turibdiki, zino bekitib xilvatda qilingandan keyin hamma derazalar yopilib, hamma teshiklar narsa tiqib, tirqishlar yopilib qilingandan keyin zino, bitta odamni bu qadar yavni ovozi ham o'tmayapti, qarang. Ovozni eshitdim, yo'q deydi. Ovozni menga gapirma deydi. Ko'rdingmi deydi. Ko'rdingmi? Yavni ko'rdingmi deydi. Bu nima degani bu? Ehtimoli silish kim kam degani, bittan 4 tanichi hech qachon buni 4 ta odam ko'rishi mumkin emas degani. Bu nima degani?
ming yillik tarixda hech qachon zinokor toshbo'ron qilib mana bunaqa qilib tashalmagan, chunki guvoh topilmagan. Bittani o'zi topilmaydigan joyda 4 ta, uning uchun aytolman, uning uchun 2 ta nosog'lom odam, ruhiy nosog'lom odam gavjum joyga borib, qani boshladikmi deb, yechin deb yalang'och bo'lib o'sha yerda zino qilsagina mahkama qabul qiladi, tortadi. O'sha yerda 4 ta odam yavni ko'radi bo'layotgan ishni. Demak, bu nima degani? Mana bu hammasi tuhmat, hammasi bu qora ko'rsatish. Tarixda mana 2 ta qo'l emas, 1000 yillik tarixda 5 taginasi nima qilgan? Shunda ham o'zi qarang, birovni 4 ta odam guvohlik berish ehtimoli 0 ga yaqin. Bittaniki bo'lsa 4 tanikini qilsam bo'ldi. Mana bu yerda 20 ta 0 bo'ladi, bu 0 bo'ladi. Bo'ldi, 0 ga yaqin. 4 ta odam hech qachon topa olmaysiz. Xilvatda bekitib qilinayotgan joyda tasodifan 4 ta odam yavni o'sha aktni o'ta yaqqol, ovoz ham o'tmaydi. O'ta yaqqol o'z ko'zi bilan ko'rgan voqea shu darajada ehtimoli kamki 0 ga yaqin. Bo'ldi, ko'rilmaydi bu. Bu nima degani? Hech qachon mahkamaga tortilmagan. Hech qachon. Unda ne 5 tani sanavot. O'zi borgan ular, o'zi. Yo'q, biz adashib qoldik. Yomon ish qildik bugun kechqurun. Kinolarda ham aytadi-yu. Qilgandan keyin ertalab vijdoni uyg'onib qoladi. Yomon ish qildik-da biz deb keyin vijdoni qiynalib qoladi. Bo'lar ish bo'lgandan keyin. Ana endi yur mahkamaga deb u hammaga emas, u yavni o'lim. Nima? Lekin ba'zilar bo'lgan tarixda o'zi borgan. Shunaqa odamlar bo'lgan. Ana o'shalargina mahkama chora ko'rgan. Men ko'rdim televizorda bittasi toshlar bilan maydalab, urib, hayvonga o'xshaydi degan hammasi insenirovka, hammasi uyushtirilgan. Pul berib, pul uchun hech narsadan tap tortmaydigan Nichevo Svitovo pulini bersa istalgan ishingizni qilib beradiganlar topiladi dunyoda. Ana o'shalarga nima qilib, pul berib, nima qilingan? Mana shunaqa qilasan, kameraga olasan, deb mana bu uyushtirilgan. Nima uchun? Mana bularning ahvoli. Mana bular mamlaqa qilib tashiydi. Bitta shu narsaga nima? Er bilan ayolning ehtiyoji bor bir-biriga. Nafsi bor, bir-biriga talpinadigan qilib yaralgan. Bitta shu oddiy narsaga rozilik bilan bo'lyapti. Hech kim zo'rlamayapti buni. Zo'rlasa ham bir gap edi. Ani xohishiga qarshi yo'q. Ikkalovi rozi, ikkalovi xursand, bir-birini yaxshi ko'radi. Buni nima yomon tomoni bordi? Endi bularni qara degan hammasi nima? Uyushtirilgan, loy chapish uchun, qoralash uchun. Chunki nima deyildi? 4 ta sog'lom guvoh yavna o'z ko'zi bilan eshitgani ham o'tmaydi. Devor pastida yavna men ovozlardan bildim zino bo'layotganini. Ovozdan bilib turibman, zinodan boshqa emas. U ovoz faqat zino paytida chiqadi. Desa ham o'tmagan. Ko'zim bilan ko'rdingmi degan mahkama. Ko'zim bilan ko'rdingmi shuni degan. Yavna. Ha desa yaxshi. Qani ikkinchi odam bormi? Men ham ko'rdim o'sha payt. Birga kelyotgandik. Yaxshi. Uchinchi odam bormi? Yo'q, biz 2 kishi bu. O'tda nima? Qorong'ida sizga nima? Talpa yuradimi? Nechta odam? 2 kishi o'tib ketayotganda devorning teshigi bor ekan, ko'rib qoldik. Turchi hammen deb chiqarib yuborgan. Nega 2 ta odam yetishmayapti? Mana aslida qay darajada g'amxo'r, aslida qay darajada islom dini jazo dini emas, islom dini odamlarni birdan jazolashga ishqivoz shuni tarafdori emas, maksimalni asrab qolish tarafdori. Mana o'zi bilinib turibdi o'zi hukmidan. 4 ta guvohni hech qachon topa olmaymiz. Очевидец hech qachon topa olmaysiz. Istalgan zino bo'lgan joyda 4 tani hech qachon topa olmaysiz. 0 ga yaqin. Mahkama shularga chora ko'rishi 0 ga yaqin. Faktlar yetarli emas deb ish yopib borilgan. Mana bu hammasi tuhmat, hammasi qora ko'rsatish uchun. Demak, nima?
ikkinchi tomondan musulmonlarga, o'zi nafaqat musulmonlarga baribir hamma dinlarni anaqasi biru, hamma dinlarni masdari, hammasi o'sha Bibliya deganimiz ham nima? Xudo tomonidan tushirilgan. Tavrot deganimiz ham hamma dinlar, hamma samoviy kitoblarning masdari bitta bo'lgani uchun hukmlari ham o'xshash. Mana barcha dinlarda qotillik mayli demagan. Hozir ham men katolikman, pravoslavman, men uman, musulmonman deganim bilan, meniki Bibliya, meniki Tavrot deganim bilan barcha dinlarda, barcha o'shalarning kitobida o'qing, hech qachon qotillikni oqlamagan, hamisha katta gunoh bo'lgan. Zino hammasida katta gunoh bo'lgan. O'g'irlik, musulmonlarda o'g'irlik yomon, lekin katoliklarga mumkin degan joyi o'g'irlik hammasida bo'lgan yomon. Mana bu katta gunohlar, barchasida katta gunoh. Va shu jumladan nima? Sudxo'rlik katoliklarda ham katta gunoh, hammada katta gunoh bo'lgan. Sudxo'rlik qilish mumkin bo'lmagan. Musulmonlarda-ku gapirmasa ham bo'ladi. Sudxo'rlikka shunaqa keskin gaplar kelganki, ko'chada o'g'irlik qilib, zino qilib yurganingiz yengilroq bunga nisbatan. Qarang, o'g'irlik, zino, har kunda kunora zino qilib, o'g'irlik qilib yuradigan odamning ishi bundan ko'ra yengilroq. Shu darajada keskin gaplar kelgan, uni nimaga bunaqa qilingan? Mana vahshiylik deb, bu ham tuhmat. Hozir, ya'ni suhbat davomida buni bilib olasizlar. Nega bu darajada sudxo'rlikdan qaytarilganini? Chunki bu shunaqa opasniy narsa bo'lganki, mana uni hozir demak suhbat davomida bilib olish mumkin. Demak, mana shu yillarga keldik. Endi qarang. Ana endi boshlandi. Endi fokusimizni shuning uchun o'chirmadim buni. Fokusimiz ana mustahkam devor bilan o'ralgan, ichida oltin turgan, kim mana bitta zapiska bilan kelib, mana men o'zimning shaharimda shu pulni keyin bu globallashib set bo'lib ketgan, set. Bo'ldi. Bag'dodda topshirib Misrda olgan, Misrda topshirib Kordobada, Andalusiyada olgan, Kordobada topshirib musulmon katta tijoratchilari, musulmonlarning katta tijoratchilari mana bu pul transfer chekkoviy rejimni, saq rejimini hamma yoqga set qilgan, qulaylik uchun. Foyda olish uchun emas, qulaylik uchun. Odamlar yo'lda qaroqchiga oldirib qo'ymasin, jamiyatga xizmat qilishni o'ylagan ular. Jamiyatdan pul shilishni o'ylamagan. Odamlar yo'lda qaroqchiga oldirib qo'ymasin. Mayli qaroqchi bo'lmaganini ham tushirib qo'yishi mumkin. Chunchagidan tushib qolishi mumkin. Karvonlarda tuyalar ham bunaqa chayqalib yurganda bilib bo'lmaydi-da. Qolaversa cho'lda ilon chaqib, chayon chaqib o'lib qolishi mumkin. O'lib qolsa tilla pillasi bilan qolib ketib qoladi. Tilla o'tda qolib ketgandan ko'ra zapiska qolib ketgani yaxshi. Keyin uni egalari chiqadi, uni mana akam yo'lga chiquvdilar, ne kelmayaptilar, yo'lda bechara o'lib qolganga o'xshaylar deydi-da, zato tilla yo'qolmaydi. Tilla turadi. Shuning uchun nima? Hamma yoqda set bo'lib ketdi. Mana bunaqa mustahkam qo'riqlanadigan qo'riqchilar kecha kunduz qo'riqlaydigan va ichida tilla turadigan chekka zo'r bo'ldi-da. Kordobada topshiraman, Misrda tillanma uraman. Bu yerda topshiraman, o'tda olaman. Boshlanishida shunaqa bo'lgan bo'lsa, mana bularni hammasini musulmonlar joriy qildi bu texnologiyani. Boshlanishi shunaqa bo'lgan bo'lsa, oxiri bora-bora nima bo'ldi? Bora-bora tillani o'zi butkul qo'zg'atilmay qoldi. Hattoki boshidagi odamlar mana bu bozorga kelyotdi. Bu bozor hududi deydi, mana bu bino. Har holda boshida kelib, mana deb tillasini olib, Mamitdan savdo qilganda oxiri bo'tdagi mana shu mahalliy xalq savdogarlariga ham mana bu yoqib tushdi-da. Suhbatimiz shu yerda tugadi. Yoqib tushdi-da, nima dedi? Yo'q, men tillani bekor olib kelibsan-da. Ha. Nima keragi bor edi? Shuni menga yozdirib kelsang bo'ldi deydi. Tilla menga ham Mamitda turgani yaxshi, to'g'ri tushunsin-chi. Mayli, meni o'ylab aniq ko'zing quvonsin,
ishonch hosil qilgin deb real tillarni beryapsan, lekin rahmat senga, lekin menga mashta turgani yaxshi. Qo'y, men ham hozir tinchimni bizma, hozir prilavga obedga chiqa olmayman. Hojatxonaga chiqsam, xayolim tillada bo'ladi. Yonimda olib yuritsam, kisovur bor, o'g'ri bor, tushirib qo'yishim mumkin. Hojatxonada o'tiraman deb tushirib qo'yishim mumkin. Nima keragi bor menga bu g'alvani? Tilla turursin edi, shu yerdan bitta kichkina zapiska olmaysanmi? 72 ta bo'lsa, oldi berdisi 72 ta tilla tanga deb zapiska olib o'shani bersang bo'ldi deydi. Men o'zim kechqurun, даже menga hozir bu ham kerak emas. Savdomni qilib, hamma narsamni sotib, zapiskalarimni yig'ib, oxirida bitta qilib kiraman-da, mana bularga men ishonaman. Musulmonlar birovni aldab ketmaydi, olib qochib ketmaydi. Shu darajada biz 1000-yillarda islomni oltin 3 asrini eng cho'qqisini ham o'rtasida turibmiz hozir. Bizning suhbat mana shu yillarda ketyapti, 1000-yillarda. Xitoydan tortib Andalusiya, Yevropa, Portugaliya, Ispaniya, Niderlandiyagacha yastanib yotgan juda katta territoriyada musulmon olimlari, hamma musulmon texnologiyalari hayotni yurg'izib turgan davrda gaplashyapmiz hozir. Shu yerda ketyapmiz. Oxiri mana nima bo'lib ketdi? Oxiri tillalar qo'zg'almay turib, odamlarning qo'lida prosta zapiska yuradigan bo'lib ketdi. Prosta 50 tilla, 100 tilla, 500 tilla degan zapiska. O'shani o'zi nima bo'lib ketdi? Pulga aylanib ketdi. Qarang. Aslida universal ayirboshlash tovari oltin bo'lsa-da, oxirichi mana shu oltinni silkasi deylik, oltin bu yoqda, uni silkasi bor, mana o'zimizda ham katta ma'lumotni bu yoqqa yuklab qo'yadi-da, silkasini berib qo'yadi. Mana bu havola orqali o'tishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin deydi-da, havolani bitta bossa, asl manbaga olib kirib qo'yadi. Mana bu qog'oz cheklarni ham silka deb tushuninglar. Yo'q joydan emas, oltin bor, orqasida turibdi. Asl mana buni silkasi. Odamlar cho'nchagida ko'tarib yurgan narsa buni havolasi. O'sha chekka olib kirishi bilan ayirboshlasa bo'ladi. Bora nima bo'ldi? Shu paytlarga keldiki, oltin qo'zg'atilmay qoldi. Hammaga bu vigidniy bo'lib qoldi. Turursin tegmadi. Faqatgina nima 50 tilla, 100 tilla degan nima zapiskalarni o'zi ayirboshlash bo'lib ketib qoldi. Qaranglar. Odamlar tillarni qo'zg'atmayapti-da, masjidda o'zida faqat qog'ozlar almashib yuribdi. Menga 10 qop guruch berib yuboring. Mana marhamat. Qancha bo'ladi? 20 tilla tanga. Tilla bermadi-da, mana. Ha, 20 tilla tangaga zapiska. Mana bu idoraniki, binoniki. Hamma taniydi buni. Halol. 20 yoshidan ko'zini oldida katta bo'lgan. O'g'lidan ham yaxshiroq ishonadi bunga. O'zini o'g'li ham bir kun kelib kassasidan pulni olib ketib qolgan, lekin bu cho'p ham olmagan. Birovni cho'pini ham olmagan. Shu darajada halol musulmon olamini eng o'rkachida turibmiz. Qudratga kelgan oltin asrida. 20 ta tilla, qani tilla demagan. Qog'ozni bergan. 20 tilla deb yozilgan qog'ozni bersa, bo'ldi. Mana guruchingizni oling, bug'doyingizni oling, bilgan. Kechqurunmi, kechasi 2 dami, dushanba kunimi, chorshanba kunimi, shundoq kirsa bo'ldi. Shundoq oladi-da, marhamat deb 20 tillasini sanab beradi. Chunki o'zi bergan bu qog'ozni. O'zini qog'ozini taniydi. O'sha bu paytlarga kelib qog'oz ham ani bir parcha qog'oz emas, hamma paddelka qilib va ani yerda yotgan qog'ozdan qani birini yirtib yuborchi. Sal chiroyliroq yir, turburcharoq qil, mana bunaqa betartib yirtma. Hop. 80 tilla deb o'zi yozib olmagan albatta, unaqa emas, bo'ldi. Bu davrlarga kelib, demak, odamlarni paddelka kimlardir qilgandir, kimlardir shuni qalbakilashtirishga uringandir, olib kirib tilla olib chiqib ketaman deb. Va mana bu texnologiya kuchli bo'lgan musulmonlar, okeanda koordinatani aniqlaydigan usturlablarni yasagan davrda turibmiz. Usturlabni yasagan odam bu fenomenal ixtiro bu. Usturlabni ixtirosi bugungi kundagi personal kompyuterni undan ham kattaroq narsalarni ixtirosiga teng kuchli bugungi kundagi. O'sha paytki usturlab. Faraz qiling, okeanda prosta qutb yulduziga qarab, qaysi shimoliy kenglik qayerda ketayotganingizni aniqlaydigan texnologiya yaratyapti musulmonlar. Bu texnologiyani yaratgan mana bu qog'oz ham endi oddiy qog'oz emas, hammasi firmenniy blanka. Mana bugungi
pulga kelyapti gap. Bugungi pulli shakllanish, qog'oz pullar bor-ku. Mana bu yerda vodinoy znak bundoq qilsa orqasi ko'rinadi. Dollar bo'lsa bundoq qilsa g'idir ham yoqalari bo'rttirib qo'ygan, ichidan sekretni 100 yozilgan lentasi bor, magnitli lentasi bor. Ana shunga o'xshagan endi oddiy qog'oz emas. Bular ham ishlab chiqqan, maxsus siyohda yozilgan, o'zini sekretlari bor, uni o'zi taniydi. Aldolmaysiz. Bu katta ilm. O'z-o'zidan kriptografiya ham rivojlangan. Kriptografiyada shu yillarda o'zi musulmonlar kuchli bo'lgan. Kriptografiyada ham musulmonlar mana qanaqa yetuk bo'lgan. Va aldab, mana menga guruchimni sotdim. Mana menga marhamat qilib 52 ta tilla tangamni bering desa, mana bu odam bundoq qaraganda, u bilib qolgan, u odam sodda, bu shunaqa sekretlar qo'yib ketganki, mana shu 50 deb yozilganni o'zida 50 ni mana dumini bundoq uchlik qilib yozgani, mana bu yerda kishi bilmas kichkina nuqta. Hech kim ilg'amaydigan bitta nuqta bu yoqqa, negadir mana bu burchagiga ikkita nuqta qo'yib ketgani, odam ilg'amaydigan yoki ninada nuqtani ko'rib qoladi desa, ninada bundoq botirib olsa, yaxshilab qarasa ninani chuquri bilinadi-yu. Ha? Yozganda mana bu yerga sekin 0 ichiga ninada o'ziga xos 3 ta joyini bundoq botirib qo'ygan bo'lishi mumkin. U bizga qorong, muhimi yaxshigina sekret bo'lgan. Bularni aldolmaysiz. Kirib bundoq qarab bittada bilgan. Aldab shu yerda birovni o'zingizni pulingizni emassi aldab olib ketib qolishingizni bittada bilgan. Yo'l yopuvmi? Mana bu tizimni ham yo'lga qo'yib olganmi? Bunga katta duh kerak-da, mana bu kirib chiqishga, olovga kirib chiqasiz-ku, sher turgan qafasga kirib chiqqanga teng kuchli-da, chunki sizga 52 tilla beraymi? Guruch sotdingizmi? Guruch sotdim, mana shuni berib ketdi, siz bergan ekansiz zapiskani. Boplabsiz deb turib, "O'z soqchi, ol buni" desa bo'ldi. Bitta imosi bilan mana bu ikkita baquvvat, o'sha paytgi spetsnazi baquvvat qilichcha o'ynatishni biladigan bir o'zi 30 ta odamni yumaloq yastuq qilib yuboradigan salohiyatdagi mana bu ikkita barzangi ol buni desa, shundoq oladi bo'ldi. Ketdi shu bilan qamalib ketadimi, o'lib ketadimi, osilib, bu hammaga emas bu yoqqa kirib aldash. Ana shu darajaga kelgandan keyin nima? Mana buni o'zi oltinni ekvivalenti bo'lib, mana shuni silkasi bo'ldi-da, shuni o'zi demak muomalaga kirib ketib qoldi. Hamma yoqda nima? Bu odamlarga mashi qulay bo'lib qoldi. Tillani qo'zg'atma, turursin, oxirida bitta qilib olaman. Mana shuni o'zini berdi. Qog'oz. Oddiy qog'oz emas. Firmenniy blanka sekretlari bor. 50 tanga, 80 tilla tanga, 100 tilla tanga degan mana shu qog'ozlarni o'zi nima? Odamlarning orasida hamma oldi berdilar, shuni o'zida bo'lib ketdi. Bo'lib ketadi ham-da, shu qulaydi, nima? Luboy payt kirib alishtirib olgandan keyin. Nima qiladi tillani qo'zg'atib? Haqqoniysi bilan kirsa, mana bu ikkita qo'riqchilar ham bunga indamagan, mana bu ham o'zini yozganini tanigan, bundoq qarab turib, haqqoniysi kelsa, xo'p bo'ladi deganda shuni sanab olib chiqib bergan tillasini. Qulaymi? Juda qulay. Texnologiyami? Yevropa mana shu texnologiyani o'g'irladi. Kopiya qildi. Mayli, o'g'irladi demayli. Endi shu darajaga yetib keldi. Endi shu yerda eng opasniy joyga kiramiz. Mana shu yerda bitta xavf bor. Nima xavf? Yevropalik musulmon din emas. Hattoki o'zini dinida ham yaxshi amal qilmaydigan dindor emas odamlar, chunki o'zini dinida ham nima sudxo'rlik mumkin emas. U katolik bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'zini dinida ham sudxo'rlik kategorически mumkin emas. Jazolanadi. Bilib qolsa, Rim papasini o'zi kallasini olib tashlaydi. Mana boyagi qotillik, zino, o'g'irlikka o'xshagan katta gunohlar barcha kitoblarda, barcha dinlarda qat'iyan man qilingan ishlar va shularning bittasi sudxo'rlik. Ko'pchilik o'ylaydi, musulmonlar sudxo'rligiga juda keskin qaraydi, boshqalarda unaqa emas. Yo'q, barcha dinlarda qattiq qoralangan, lekin musulmon dinida o'ta qattiq qoralangan sudxo'rlik. Nimagaligini bu suhbatning oxirida bilib olamiz. Demak,
mana shu yerda demak hattoki o'zini diniga amal qilmaydigan o'sha xristianlar deymizmi, kim bo'lsa ham keldida, mana bu texnologiyalar, mana bu narsalarni ko'rdida, birdan ularning xayoliga nima urdi? Hamma o'zini dardida yuradi-da. Ha, aytadi-yu. Bitta guldan gul bitta. Bitta guldan asalari asal yig'ar ekan, ilon zahar yig'ar ekan deydi-yu. Mana hamma o'zini olamida yashaydi, hammaga har xil narsa ko'rinadi-da. Jinoyatchiga mana bozorga boshqa odam kirsa, mana oddiy odam kirsa, oddiy xalq vakili kirsa bozorga, kartoshka mamta arzon ekan, sabzi o'tda arzon ekan, guruchchi mana bu rastada arzon deyishdi, yo'q, men topib oldim. Yur, mana bu yoqqa chiqib ikkinchi etajga chiqsa, ana mana bu yerda guruch arzon ekan deydi-da, qarang, oddiy xalqda qo'li kalta. Qatta nima arzonroq, nima olsa ko'proq narsa oladi o'sha pulga. Buni dardi shu, bunga shu kartina ko'rinadi. Tijoratchi odam kirsa, tijoratchi hamma joyda pul ko'radi. Pulni oqimini ko'radi mana. Bizga ko'rinmaydi u, oddiy odamga ko'rinmaydi. Tijoratchi bozorga kirib kelsa-chi, mana bu odamlarni qara, hammasi gavjum bo'lib turibdi, ostanovka bor ekan. Shu yerga bitta gazvada pul tashlasamda, suv quyib beradigan narsa o'rnatsam, kuni bilan hammasi chanqab yotibdi, issiq. Keladi va ichadi. Bir stakan bo'lsa ham ichadi. Qarayapman, bu odamlar voy, kechgacha bir 1000 stakan ichib yuboriladi. Bu qancha pul deydi, qarang, pulni ko'radi u yerda. Oddiy odam u yerda ostanovkani ko'radi. Mana shu yerda ostanovkaga avtobus shaqa keladimi? Ha, shu ostanovkaga o'xshaydi, ha deydi, ostanovka ko'radi. Boy o'sha yerda ham biznes ko'radi, foyda ko'radi. Bozor ichida ham Mahmudga agar buni qo'ysam, agar menimki bitta gamburger boyga lavash nima deydi, ani kesib sotadi-yu. O'shani qo'yib qo'ysam, donar rosa donar ketar ekan deb qarang, u tijorat ko'radi. Hamma har xil narsa ko'radi-da hayotda. Ana endi oson pul topadigan, haromdan hayiqmaydigan, halol harom farqiga bormaydiganlarchi, har qanaqa yo'l bilan mo'may daromad ilinjida yuradigan o'g'rilar, yana kimlar, sudxo'rlar nimani ko'radi? Ular ham o'zini olamiga yarasha narsa ko'radi. Ana o'shalar mana bu yerda kezib yurganda qarang, ular nima ko'ryapti? Musulmonlar e'tibor ham yo'q-da unga. Ularni qarang, nimani ko'ryapti? Bozor bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Bozorda hamisha, любой bozorda hamisha kimgadir to'satdan pul kerak bo'ladi. Bozor shunaqa joy. Bozor degani bu, masjidda yurgan 1000 ta odamni nechtasigadir shu paytda qanchadir summa kerak-da, zaril. Bozor shunaqa joy. Voy, zo'r mol kelib qoldi-da, arzonga bittasi olib kelib qoldi. Hamma pulimga sotib olman, lekin yana berib tur, pul berib tur, ha. Qo'ldan chiqib ketib qolmasin, juda arzonga savdolashdim. Pul berib tur, o'zing olsan-u. Hamma pulimga oldim. Yana avvali men kattaroq foyda qilaman-da, do'stim, pul berib tur, hozir olsam, birdan uchirib sotaman-da, kechqurun men senga qaytarib beraman, xavotir olma, deydi-da, nima? Hamisha pul kerak. Bozordagi savdogar xalqiga hamisha to'satdan pul kerak. Bozor shunaqa joy. Yoki qolaversa, kechqurun narsalar arzon bo'ladi, chunki kechqurun hamma vohli turib bormaydi. Mana azonda arzon bo'ladi narsalar, peshinda qimmat bo'ladi. Oddiy dasmoyasi yo'q odamni ham, dasmoyasi kam odamni ham tijorat qilishini bitta oson yo'li, uyiga har holda 2 ta non ko'tarib kiradi. Bir setka kartoshka, mayli go'sht ola olmasa ham har holda qora qozoni qaynab, ochidan o'lmaydigan darajada yashayverish mumkin bozorda. Qanaqa qilib? Katta ilm ham kerak emas. Prosta hamma uyquga qizg'anib uyqusini qiyin-da bu ish. Ertalab to'rda turib, hamma ham turgisi kelmaydi, azonga to'rda. Shirin uyqusidan kechib bozorga borsa, o'sha paytda kartoshkamidi, qulupnimidi, hamma narsa arzonroq bo'ladi. Puliga yarasha oladi-da, hech narsa qilmaydi. Prosta kutib o'tirsa, 9, 10, peshinga 11larda o'sha uyquchi odamlar uyqusini qizg'anadigan, ertalab tursenchi, borsenchi arzonroq olasan desa, o'ziga to'xta. Boshimni qotirib, bir tomondan haq u ham haq. Yur,
Qo'shnisi aytadi, u anaqaja ekonomist, ertalab tura oladi, uyquchi emas. Yur anaqa, ha. Vohli to'rda turib boraylik bozorga. Va pomidorlarni maminchadan olamiz, uyda salat qilamiz, ikra qilamiz, bir nima qilamiz. Yur desa, uyquchi bu. Yo'q, men kerak emas, men uxlayman, boshimni qotirman. Yur arzonroq olasan desa aytadi, men senga nima 1 tonna olamanmi? Qancha arzon gapiryapsan, nech pul farqi gapiryapsan? 100 ming so'm yutamiz. Qo'y menga 100 ming so'm, men uxlayman, qo'y menga 100 mingni gapirma, men sotaveraman deydi. U ham to'g'ri. Buni qo'li o'ziga to'q odam 100 mingga qarab o'tirmaydi bu. Bor tushur deydi. Bu 11larda tushadi. Uyquni maza qilib uyquga to'yib, zavtraklarni to'yib, shoshmasdan soat 11larda keladi. Xuddi shu pomidorni nima ertalabkiga qaraganda 100 ming qimmatiga sotib oladi. O'zi mana bu shunga asoslangan. Odamlarning shirin uyqusidan voz kechmasligiga asoslangan. Mana shu shirin uyqusidan voz kechadiganlar va kechmaydiganlarning orasida 100 ming bor-da. 11 gacha 100 ming, kechgacha yana 100 ming, 200 ming bor. Bo'ldi. Prosta ertalab uyqungizdan kechib borsiz, o'sha kuni olgan narsalaringizni sotib 200 ming foydangiz bor-da. Qanday ro'zg'or, nima 200 ming degani ham bir oyda 6 million degan odamlar, uncha-muncha ishchilar o'zi bir oy ishlab ham shu 6 millionni olyapti. Siz ham shunaqa olyapsiz. Demak, bozorda nima bo'ladi? Hamisha mana shunaqa ishlar bo'ladi. Hamisha to'xtovsiz. Ana shu yerda nozik moment bor-a? Qarang. Nozik moment bor-a? Mana shu odamlar albatta bu yoqqa kirgan. Albatta. Hattoki kattaroq savdogarlar ham albatta bu yoqqa kirgan. Tim bo'ling mana bu odamni taniydi. Katta bozorni kazo ko'zga ko'ringan savdogarlarni aytayman. Nimaga? Savdogar xalqiga hamisha pul yetmaydi. Hamisha ularga bunga tikib yuboradi, bunga tikib yuboradi, pulim yo'q deb o'tiradi. Voy, pul berib tur deydi. O'zi 4 talab, ani mashinasi bor, o'zi 2 3 uchastkasi bor deb pul so'rayveradi ani o'rta hol odamlar. Ha desa, qo'shni, ha 3000 pulingiz yo'qmi? Bu hayron. Voy, o palonchaka, yo'ligingizda turgan mashinalarning o'zi 5,5 million turadi. Sanasangiz kelinida anaqa Mercedes, bunda 200 ga o'zi Gelik olgan 300 ming dollarga, o'g'li Range Rover olgan. Yo'ligida o'zi hisoblasangiz 600 ming dollar, $1 million ga yaqin pul turibdi. Mashinani o'zi qolgan narsani qo'yavering. Lekin nima deydi? Qo'shni 5 ming pulingiz yo'qmi dollar? Berib turing deydi. Qarang. Bu hayron bo'ladi. Nimaga? Hamma pul tikib yuboradi bularga. Pul, nuqul pul kerak. Ana shunaqa odamlar, o'sha savdogar xalqi o'zgarmadi. Shu yillarda ham shu savdogar edi. Nima qiladi? Albatta bu yoqqa kiradi. Nima deydi? Mana pul berib tur degan bo'lsa, musulmonlar bermagan. Mana gap qayerda. Musulmonlar mana bu yerga qarab turgan musulmon, qarang. Shayton o'zi keldi-da, qarang, tilla turibdi. Tonnalab tillada o'tiribsiz-da, tillaxonada o'tiribsiz. Mana bu o'zingizga taalluqli. O'zingizni boyaga boshlanishida, o'zingizni mana rahbaringiz bunga berib yubordi zapiska. Men bu odam qaroqchilarga oldirib qo'ymaslik uchun menga topshirdi. Shu odam mana shu zapiskani senga ko'rsatgan odamga 500 tilla sangasini berib yubor deganlari mana bu o'ziniki. Mana buchi kucha qoplab tillalar. Mana bu yerda bir qop. Mana bular kimniki? Mamitigilar aytildi-yu. Savdogarlar ham pulini mana bu yerda saqlaydigan bo'lib qoldi. Oltinni qo'zg'atmay, mana bularning o'zi muomalada bo'lib ketib qoldi. Mana zapiskalarning o'zi. Albatta, sekreti bor, firmenniy blank qilib chiroyli, o'sha o'zini muhrini bosgan, hamma duch kelgan odam poddelka qila olmaydigan darajada, bir parcha yirtilgan gazettimda yirtib olgan qog'oz emas. Endi qarang-da buni. Faraz qiling, bitta xonada o'tiribsiz-da, qoplab tilla bor oldingizda, qoplab. Egalari so'ramayapti. Bitta odam sizga nima deyapti? Kirib turib,
Menga qarang, tilla ham so'ramayapti даже. Qarang, bunga qay darajada bir iymon bo'lish kerak, qay darajada Xudodan qo'rquv bo'lish kerakki, buni uncha-buncha odam bunga tur bera olmaydi. Uncha-buncha odam mashta sinadi. Sinovdan o'tmaydi, Xudoning sinovidan. Lekin mana bu yillarda musulmonlar o'tgan, qarang bu sinovdan. Chidolmaymiz. Biza mana sizlar ko'rib turibsizlar, o'zimizga javob bera olmay qolamiz, Xudo saqlasin. Buni sablazini shu darajada kuchliki, faraz qiling, xonada o'tiribsiz-da, xonada. Yoningizda qoplab tilla bor-da, buni egalari hech qachon so'ramaydi buni. So'raydi. Bilasiz, mana bu tillasini bor-u, odati bor. 3 oyda bir uyiga, bu boshqa shahardan kelgan, katta savdogar. 3 oyda bir uyiga ketayotganda mana shuni yarmini so'raydi. So'raganda hammasini olmaydi. Oxiri kiradi-da, ha, palonchi aka, ha, safar qaridim, ha, bir uyga borib kelinglar endi. Biz ham sog'indik ayolimizni. Mana mamlani yoniga bir dassasini tashiydi-da, hop, qancha hammasini olasizmi? Yo'q, yarmini. Qolgan mana bu qog'oz ham tutib tursin. Tillani, real tillani yarmini bering. Mana oladi-da ketadi. Har 3 oyda keladi. Buni aniq biladi. Hamda katta tijoratchi bor. Mana bu tilla buniki. Katta atsek bo'lim bunga ajratilgan. Lekin bu tillalarini 3 oydan keyin har kuni olmaydi. 3 oyda shunday ham bo'lsa yarmini olib ketadi, yarmi turadi. Mana bu 1 yillab tegmaydi. Shunaqa odamlar bor. 1 yillab turadi tillasi. Hech qachon so'ramaydi sizdan. Faraz qiling, shunaqa joyda o'tiribsiz-da, bittasi kelyapti-da sizga. Palonchi, ha, kechqurun karvon kelyapti, shunaqa zo'r tovarlar bilan men oldinga baylashib qo'yganman, savdolashib. Menga beradi. Juda katta foyda qilaman. Menga hozir juda ham zarur. Ha, 1000 ta tillaga menga mana bunaqa zapiska yozib ber, 1000 ta tillaga. Men shuni sotib olaman. Kechqurunni o'zida bu shunaqa xaridorgir molki, maxsus qunduz yoqali palto deydi-yu, nimadir noyob tovar kelyapti-da. Kechqurunni o'zigacha men buni boru, shunaqa foyda bilan sotaman va menga prosta 1000 tillaga yozib ber. Bugundan qoldirmayman. Kechqurunni o'zida 1200 tilla tashab ketaman. 200 tillaga ega bo'lasam, katta pul. 200 tilla tangaga bir kunda ega bo'lasam desa, mana bu sablazinga uncha-muncha odam chidolmaydi. Tillani ustida o'tiribsiz. Ham o'ng qo'lingiz ham tilla, chapingiz ham tilla, bu yoq ham tilla. Sizdan hech narsa ketmayapti. Pustoy cheklaringiz turibdi. Pustoy. Yozsangiz bo'ldi. Mana bu chekivi kinishkangizni, mana bu blankingiz yozilgan kinishkani bor-u, bittasini olib turib, pustoy joyiga, mana bu muhri bor, mana bu sekretlari bor, mana bu gerb rasmi chizilganda, mana shu tiga. Mana 1000 deb 3 ta nol qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu qiymatga aylanib ketadi. Sizni yozuvingiz shuni birdan odamlar narsa berib yuboradigan qilib yuboradi. Mana shuni. Bitta mana shu qog'ozga sizni 1000 deb yozishingiz buni katta qiymat pulga aylantirib qo'yadi-da, mashinga odamlar qunduz yoqali paltodan yuzlapini beradi shunga. Dahshatli qudrat-a, dahshatli sablazini sizdan hech narsa ketmaydi. Shunday yozasiz, berasiz, xursand bo'lib olib chiqib ketadi. Kechqurun karvon kirib keladi. Qanani paltolar maxsus tikilgan, mana bu boylarning ayollariga sotadi. Masalan, men gapiryapman u payt, qanaqa qunduz yoqali palto bo'lmagan degan gaplar oshiqcha, men misol uchun aytyapman. Noyob bir tovar. Bemalol 2 baravariga uchirib sotib yuboradigan narsa nimadir? Nima? Qarang, mana shu narsani shunday yozib berasiz-da, olib chiqib ketib hammasini qiladi-da. Keyin nima? Sizga ularga berib oladi, buni real tillaga sotadi boshqalarga. Boy, zodagan odamlarning ayoliga kelibdi tovar. Ular pul ayamay olib beradi-da, real tillalar bilan keladi-da, chunki mana bu 1000 ta tilla degani berganini o'rniga u tilla berish kerak-da. O'rniga qo'yib qo'yish kerak-da. Nima? Go'yoki nimaga teng kuchli?
mana bu yozdi degani go'yoki mashta turgan tillalarni mingtasini prosta bir hovuchini olib, "Ma ishing bita qolsin" deb berib yuborganga tegishli, faqat tilla bermayapti-da. Nima beryapti? Qog'oz beryapti. U savdogarlarga qog'ozni qizig'i yo'q desangiz, u ham muammo yo'q. Real tilla ham beryapti, xohlasangiz. Mana buni biladi, 3 oydan olmaydi. Yaqinda uyiga borib kelgan. Bilasiz, 3 oygacha mana shu tillasini so'ramaydi. Bugun kechgacha-ku aniq so'ramaydi. Hattoki bilib qolsa ham xafa bo'lmaydi. Qarang, hattoki eshitib qolsa ham, "Ya birodar, unaqa emas-da, ha. Nimaga men bu savdogarga meni tillamdan berib yuboribsiz mingtasini?" Daj bilib qolsa ham xafa bo'lmaydi. Sablazinni qarang, kuchliligini. Ha? Keling, qog'oz deb chalg'itmaylik, real tilla deylik. Shu tijoratda yaxshi foyda qilib olishingga ming yetadimi tilla? Ha. Ma. Shundoq berib yuborsangiz, kechqurun sizga olib kelib turib nima qiladi? 1000 berganingizni 1200 ta tilla qilib olib kelib, "Rahmat sizga. Karvonni hamma molini oldim, rosa zo'r uchirib sotdim, ochirit qilib, rosa zo'r foyda qildim" deb 1200 olib kelib beradi-da, meni nimamga qo'yib qo'ysangiz, hech kim hech narsani bilmaydi. Hech kim hech narsani bilmasdan 200 bor. Ertasi kuni bu keladi, indinsi kuni bu keladi. Voy, millioner bo'lib ketish mumkin. Tillani ustida o'tiribsiz, sizdagi imkoniyat hech kimda yo'q. Hech kim uni bilmaydi ham, shubhalanmaydi ham. Nimaga? To'g'ri, men 1 yildan keyin olib kelib beraman desa, unga bermasangiz bo'ladi. U uyaltirib qo'yishi mumkin. Buni tillasini 1 yilga berib yubordingiz-da, mana bu 3 oy ichida tillasini so'rab kelib qoldi. O'sha payt fosh bo'lib qolishingiz mumkin. Lekin bozorda nima ko'p? Qisqa ishlar ko'p. Ertalab olgan, kechqurun sotib olgan. Bugun olgan 3 kunga so'raganlar ko'p. 4 kunga so'raganlar ko'p. Uzog'i bilan 1 haftaga so'raganlar ko'p bozorda. Bozorda hech kim 1 yilga so'ramaydi. Qarang, qanaqa joyda o'tiribsiz. Qarang. Hamma yog'ingiz tillada. Iltimos, menga pulim yetmayapti, dastmoyam kamroq edi. Hozir yaxshi foyda qilib oladigan joyi. Menga mamincha tilla berib turing, kech payt olib kelib beraman. Ustamasi bilan olib kelib beraman. Bu ribo. Mana shu nima? Sudxo'rlik. Olib kelib beraman deb shundoq berib yuborsangiz, kechqurun уже kelib turibdi-da hammasi. Bugun bunga, ertasi kuni bunga, buni bir-biridan eshitadimi? To'xtovsiz kelib qarang, qanaqa boyib ketishingiz mumkin. O'zingiz bir sim pul tikmasdan, umuman mehnat qilmasdan, hech narsani o'ylamasdan, prosta imkoniyatingizdan foydalanib, prosta mana shu tizimda o'tirib qolganingizdan foydalanib, nima qilish mumkin? Qaranglar, kechqurundan qolib ketmasini, aniqmi? Aniq. Mana boryapti, savdo qilib, hammasi u ham g'irt degan emas, o'zingiz ishonib bozorda ko'rib yurgan, hammasini tanib bo'lgansiz, tijoratchilar. Prosta o'sha paytda boshqa narsaga pul tikib yuborganda, shunga puli yo'q-da. Mana hamisha pul kerak deyilyapti savdogarga. Nima? Qanaqa boyib ketishingiz mumkin? Qarang, bir sim pul tikmay, prosta odamlarni sizga qo'yib qo'ygan tillalarini berib, kechqurun qaytarib olib, oshig'i bilan, ne oshig'i bilan shundoqga bo'lsa o'zi hech kim bermas, o'zi bu ishlar nimaga o'ziga jalb qilyapti? Oshig'i bilan qaytarib olish uchun. Ana shuni mana bu musulmonlar hech qachon qilmagan. Hech qachon. Hattoki sudxo'rlik bo'lib qolmasin, ishim bitsin, 1000 ta tilla ber, kechqurun o'sha 1000 ta tillani olib kelib beraman. Sudxo'rlik bo'lmaydi, ya'ni ustiga qo'yib olib kelmayman. O'shani o'zini beraman desa ham bermagan. Nimaga? Buniki emas u. Mana musulmon dinida birovni pulini o'ziga bildirmasdan turib berib tashlash yo'q, mumkin emas u. Hech kim bilmaydi-yu, bu gapirishi mumkin, yalinishi mumkin. Menga qarab berib turib, bilaman-ku, 2 tonna tillani ustida o'tiribsan. Hammani tani, bu ham begona emas, ko'chadan kelib, bir hech kim tanimaydigan odam kelib bu yoqqa kira olmaydi ham. Bu tanib yurgan odamlari. Mana shu joyi qiziq. Hammasi begona emas.
o'zingiz bilgan, ishongan odamlar va'da berib turibdi. Berib tur, baraka topgur. Kechqurun olib chiqib beraman deyapman. Uzog'i bilan ertaga. Desa ham nima qilgan? Bermagan birovni pulini. Qattan bilib o'tiribdi. Yillab olmaydi-yu, mana men buni taniyman. U falonchi boyi, tijoratchi bilaman-ku. Tillasini yillab olmaydi-yu. Ertalab berasan, kechqurun qo'yib qo'yamiz joyiga. Kim bilib o'tiribdi? Mutlaqo qilmagan. Nimaga? Musulmon dinida birovni mulkini egasini ogohlantirmasdan, egasidan ruxsat olmasdan birovga berish yo'q. Bilsa bilmasa. Qisqa muddatida 1 soatga ham berish yo'q, 1 minutga ham berish yo'q. Farazan, o'zi 1 minutli ish bo'lmaydi. Farazan. Berib tur hozir 1 minutdan keyin 1 minut nima degan narsa? 1 minutdan keyin olib kelib beraman, berib tur desam yo'q. 1 minutga ham birovni mulkini atiga 1 minutga ham birovga berib bo'lmaydi, egasini roziligini olmasdan. Endi 1 kunni, 3 kunni qo'yavering. Hech qachon qilmagan, hech qachon bu ishlarni. Sudxo'rlikni-chi umuman qilmagan. Ana endi xuddi bozorga kirib borgan oddiy odam qatda nima arzonligini unga ko'rinsa, tijoratchini qatga nima o'rnatib qo'ysamki, lavash qo'yaman, amki parkovka qilsam rosa pul ekan, menki hojatxona qilsam odamlar daraxtlarning orqasiga o'tib yuribdi, hojatxona qila olmay. Jon deb men pulli hojatxona qilib qo'ysam, jon deb 5000 to'lab kiradi. Bir kunda 1000 ta odam 5 million bo'ladi. Ana biznesda biznesmen hamma yoqda biznesni pulli oqimini ko'rganida, oddiy odam faqatgina bechara oddiy odamda-yu, qatta arzon, qatta qimmat ko'rganda, mana bu sudxo'rlikdan tap tortmaydigan, mana bunaqa ishlardan tap tortmaydigan odamlar nimani ko'radi? Albatta mana bu sxemalarni ko'radi. Demak, Yevropadan o'zini hattoki diniga, o'zini dinida ham mumkin emas sudxo'rlik. O'zini diniga hattoki amal qilmaydigan, pul uchun hech narsadan tap tortmaydigan odamlar mana bu o'lkalarni kezib, mana bu yo'llarni kezib nima qildi? Voy, dahshatli bu qudrat u dedi mana bularni ko'rib. O'zini faraz qilib ko'rdi hozirgi voqeaga. Qara, agar biz mana shu tizimni qilsa dedi, bilasanmi? 1 so'm pul tikmasdan boyib ketamiz-ku dedi. Ki biz ham o'zimizni o'lkalarda mana shu tizimni, texnologiyani yo'lga qo'yiluvdi, bular-ku musulmonlar ustiga qo'yib sudxo'rlikka pul berish u yoqda tursin, o'zini nominalni ham bermas ekan dedi. Qara, bularni qara dedi. Ahmoqlar dedi, o'zicha. Ahmoqlar foydalansa bo'lmaydimi? Ahmoq deydi. Kim bilib o'tiribdi, senga nima deydi? O'sha mana berib bor, kechqurun 1000 kishi olib keladi. Ertasi kuni bu so'rab turibdi, indingi kuni bu so'rab turibdi. Bitmas tuganmas boylik oqib kelyapti-da, sizdan hech narsa ketmayapti. Tillani beryapsiz, hattoki tillani ham qarang, qay darajada kelgan. Uje qog'oz, zapiskalar o'zi muomalada bo'lib ketgandan keyin hattoki tilla ham bermayapsiz, riskovat qilib. Prosta yozib beryapsiz, prosta pustoy blankani olyapsiz, pustoy. Nech pul zarur bo'lib qoldi? 3000 tilla. 3000 bo'ldi, ketdi. Mana shu pulga aylanib ketdi, qarang. Sizning qo'lingizda. 3 ta 0 qo'yish bilan bitta karvonni 4 ta 10 ta tuyasini yukini sotib oladigan kuchga ega bo'lib ketyapti. Qarang qudratni. Mana shu pul bo'lib o'tib ketgan hamma yoqda. Kechqurun 3000 ni 3200 qilib real tillada olib kelyapti. Rahmat deb xursand bo'lib yana. Mana sizdan ertalab 3000 oluvmidim, hozir olgan. Lekin faktiski shu tillani отраженияsi-yu, tillani silkasi-yu, tilla beradi-da bunga yana qog'oz yozib kelmaydi-yu. Boshqa qog'ozga mana 3000 deb bermaydi-yu qog'ozni. 3200 tilla. Bu qanaqa dahshatli bu kuch bu, qarang. Qanaqa bu misli ko'rilmagan darajada boyib ketish mumkin 1 yil ichida arzimagan. Har kuni so'rab yotishibdi. Bozorda nima? Har kuni kimgadir nech puldir kerak. Bozor shunaqa joy. Har kuni zaril. Berib tur, kechqurun beraman. Berib tur, mamicha qilib beraman. Bozor shunaqa joy. Mana bular lol bo'lib qoldi, texnologiyani ko'ribdi, qani dedi. Qara deydi, bularni deydi. Diniga lekin qoyil tan berdim amal qilishiga. Men chidab tura olmasdim.
qara qanaqa dahshatli pullardan quruq qolib ketyapti. Yo'q degan bular musulmonlar. Yo'q degan, 1 minutga ham bermagan. Sudxo'rlik u yoqda tursin, nominaliga 1000 berib, kechqurun menga oshirasiz kerak emas. Sudxo'rlik bizda juda ham qaytarilgan. Katta gunoh. O'zini olib kelib ber, mayli, ishing bitsin, lekin o'zini olib kelib unga ham bermagan. Birovniki-yu. Birovni pulini musulmon dinida birovga berish yo'q, mumkin emas. Egasi bilmay qolsa ham mumkin emas. 5 minutga ham mumkin emas, 1 minutga ham mumkin emas berib turish. Lekin mana bu Yevropadan kelganlar, Italiyadan xususan, mana bu yerlardan kelganlar mana bu texnologiyani ko'rdi-da, mana bu yerda bitmas, tuganmas hech narsa qilmay o'tirgan joyda dahshatli boylik orttirishni birdan ko'rib qoldi bular. Xuddi bitta guldan asal ari, ilon zahar yig'ganidek musulmonlar bu yerda nimani ko'ryapti-yu, odamlarning ehtiyojini qoldirish, hojatini chiqarish, jamiyatda farovonligiga xizmat qilish ko'rsa, mana bu odamlar bu yerda bitmas, tuganmas boylikni ko'rdi. Sudxo'rlikka asoslangan, iminna sudxo'rlikka. Nega? Chunki sudxo'rlik qilmasa nimaga quradi bu tizimni bular? Bular nima? Nominaliga berib, ahmoqmi? 1000 beradi, 1000 oladi. 500 beradi, yo o'zini olib keling, oshiqcha kerak emas, bu sudxo'rlik deydi. Unda ne qiladi bu ishni? Aynan sudxo'rlik, aynan ustama 200, buni ustida 100, buni ustida 50 bor, 1000 berib ertaga 1020 qilib kelgan. 2000 beraman, lekin qara, 2100 tilla qilib kelasan. Nimaga 100? Rozi bo'lsang beraman, men senga pul topib beryapmanmi? Sudxo'rlar nima qiladi? Mana sizga pul deydi, lekin menga deydi, maming chiqib berasiz. Agar muddatidan o'tib ketsa, mamingiz ham oshib boradi deydi. Odamlarning muhtojligidan foydalanib, bilib turibdi-da u tupikka kirgan. Chorasizligidan foydalanish, mana pastkashlik. O'g'li xudo saqlasin operatsiya bo'ladigan bo'lib qolgan. Hech kimdan pul chiqmadi, katta pul kerak. Turkiyaga olib borish kerak, 30 ming dollar deyapti. Boshi qotgan, o'g'li nobud bo'lyapti ko'zini oldida. Ko'ziga ko'rinmayapti. Qarindoshdan so'rab ko'ryapti, undan so'rab ko'ryapti. Birovdan tayinli pul chiqmayapti. Sudxo'rga borsa nima? Chorasizligini ko'rib turibdi-da. Ko'zi jovdirab turishini, ahvolini bilib turibdi-da, rang-ro'yini. Nima deydi? Bo'ldi deydi. Faqat 30 mingni 35 ming qilib berasan deydi. Qarang, bilib turibdi-da rozi bo'lishini. Majbur qilib 5 ming ustama ilib qo'yapti. Hech narsa qilmay, o'tirgan joyda. Mana nima uchun qattim qoralangan bu ishlar. Bu boshlanishi. Hali buni dahshatli ishlari hali oldinda. Mana buni keling suhbatimizni keyingi qismlarda gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.